Assalomu alaykum. Samarqand shahar hokimligi axborot xizmati haftalik yangiliklar haqida xabar beradi. Samarqand shahrida media vakillarini birlashtirgan haftalik bo'lib o'tdi. Media haftalik bugun nafaqat jurnalistlarga, ommaviy axborot vositalari vakillariga, balkim hammaga kerak deb o'ylayman. Nafaqat samarqandlik hamkasblarim, balki o'zim uchun ham kerakli ko'nikmalarni shakllantiryapman. Auditoriyani soni emas, sifatiga ishlash kerak deb o'ylayman. Jurnalist sifatini o'rganish kerak. Dunyoviy jurnalist bo'lish kerak bugun. 23 ta test topshirdim, 80% dan yuqori. Ochiqlik, shaffoflik. Bizni yanada tirbiyatlikka tortadi. Men Hakimjonov Fayzjon, yosh modelologlar maktabini tugatdim va hozirgi paytda 5 tadan ortiq proyekt bilan ishlab, 20 milliondan oshiq daromad topyapman. Men Munisa Nizomova, Kontent markaz tomonidan tashkil qilingan SMM AI Savodxon kursini muvaffaqiyatli tamomladim va hozirda copywriter ssenarist sifatida o'z faoliyatimni yuritmoqdaman. SMM Savodxon kursini tamomladim va sertifikatni qo'lga kiritdim. Tajribali ekspertlardan yangi bilimlarni, yangi ko'nikmalarni olyapmiz. 27-apreldan 1-maygacha bo'lib o'tgan media forum haftaligi davomida men mobilografiya kurslarida faol ishtirok etib, o'zim qiziqtirgan savollarga yechim topdim va o'quv kurslarida faol ishtirok etdim. Media haftaligi davomida biz yoshlar o'zimizni qiziqtirgan barcha savollarga javob topdik va tashkilotchilarga rahmat deb qolamiz. Media haftalik bu axborot va jamiyat o'rtasidagi ko'prikni mustahkamlagan strategik tadbir bo'ldi. Biz yoshlar bunaqa media haftaliklar Samarqandda yana bo'lib qolishini xohlardik. Xalq deputatlari Samarqand shahar kengashining 29-sessiyasi bo'lib o'tdi. Unda Samarqand shahar hokimi Fazliddin Umarovning hisoboti tinglandi. Sessiya ishtirokchilari Shahar hokimi o'rinbosari yoshlar kuni munosabati bilan mahalla yoshlarining muammolarini tingladi. Haftaning har payshanba kuni yurtimizda keng nishonlanayotgan yoshlar kuni doirasida Samarqand shahrida yoshlar bilan bevosita uchrashuvlar, ochiq muloqotlar va muammolarni joyida hal etishga qaratilgan tadbirlar tizimli ravishda tashkil etilmoqda. Xususan Samarqand shahar hokimining o'rinbosari Farhod Nishonov tomonidan Bog'saroy mahallasida istiqomat qiluvchi yoshlar bilan ochiq muloqot o'tkazildi. Uchrashuv davomida yoshlar tomonidan bandlik, tadbirkorlikni yo'lga qo'yish, ta'lim, kredit va subsidiya masalalari, shuningdek bo'sh vaqtni mazmunli tashkil etishga oid taklif va muammolar atroflicha muhokama qilindi. Shahrimiz ozodaligi va tozaligiga barchamiz mas'ulmiz. Belgilanmagan joylarga chiqindi tashlashga bo'lsa, javobgarlik belgilangan. Shijoat va g'ayrat, mardlik va matonat sinovidir. Shijoat va g'ayrat harbiy sport musobaqasining Samarqand shahar bosqichi tadbirlarida Samarqand shahar hokimining o'rinbosari Farhod Nishonov ishtirok etdi. Musobaqa yoshlar o'rtasida sog'lom turmush tarzini targ'ib etish, jismoniy va harbiy amaliy ko'nikmalarni rivojlantirish hamda vatanparvarlik ruhini mustahkamlashga qaratilgan. Ishtirokchilar jismoniy tayyorgarlik, harbiy amaliy mashqlar, tezkorlik estafetasi va jamoaviy topshiriqlar bo'yicha bellashib, o'z kuchi, chidamliligi va jamoada ishlash ko'nikmalarini namoyon etishdi.
Samarqand shahrida suv toshqinlarining oldini olish bo'yicha tezkor choralar ko'rildi. Shu kunlarda Samarqand shahrida kuzatilayotgan kuchli yog'ingarchilik natijasida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan suv toshqinlari hamda sel xavfini oldini olish maqsadida zarur choralar ko'rilmoqda. Xususan, shahar hududlarida drenaj va suv oqimlari tizimlari nazoratga olinib, ularning uzluksiz ishlashi ta'minlanmoqda. Mutasaddi tashkilotlar tomonidan muammoli hududlarda tezkor choralar ko'rilib, maxsus texnikalar va ishchi guruhlar doimiy ravishda faoliyat olib borishmoqda. Shuningdek, aholi xavfsizligini ta'minlash, ehtimoliy noxush holatlarning oldini olish hamda zarur hollarda tezkor yordam ko'rsatish bo'yicha tegishli xizmatlar kuchaytirilgan tartibda ish olib borilmoqda. Bizda hozircha shular, kelgusi dasturlarimizda ko'rishguncha salomat bo'ling.